Shuning uchun yigitlarga alohida aytaman, o'qiyotgan kitoblar ichida faqat erkaklar uchun degan kitob albatta bo'lsin. Men shularning ichida bir oila ilmiga taalluqli bo'lgan bir kitob haqida aytmoqchiman. Bu kitob faqat erkaklar uchun degan Adham Sharqoviyning kitoblari. Adham Sharqoviy ko'pchilikka ma'lum va mashhur bo'lgan arab adiblaridan, yozuvchilaridan biri hisoblanadi. Bu kishining o'ziga xos uslubi bor. O'ziga xos uslubi shuki, biz ko'p eshitib yurgan gaplardan, ba'zan oyat hadislardan, ba'zan bir hikmatlardan biz eshitmagan xulosalarni chiqarib beradi. Lekin shunday ham chiqaradiki, haqiqatda tan berasiz. Adham Sharqoviyga men bu kishini taniganim o'zi Nabaviy tarbiya kitobi bilan taniganman. U kitobni ham ilgari ko'rsatib aytganman. Shuning uchun men aytaman, kimning imkoniyati bo'lsa, ayniqsa yigitlar uchun xossan aytaman, faqat erkaklar uchun degan kitob o'qilsin. Bunda nima kitob, bunda nima mavzular bor? Bundagi mavzular erkakning xususiyatlari va asosan ayolni tabiatdagi xususiyatlar haqida. Bu bizga nima uchun kerak bo'ladi? Ayolni tushunish uchun, ayol bilan oson til topish uchun kerak bo'ladi. Oiladagi bir ruhiy barqarorlikni ta'minlash uchun kerak bo'ladi. Bizning holat shu-ku. Ya'ni o'zi ba'zi o'rinlarda chegaralarimizdan nima deydi, o'tishni xohlamaymiz, buzishni xohlamaymiz, lekin shu bilan birga o'sha juftlarimizni rioyasini ham qila olmaymiz. Ba'zi o'ylar ham biz qila olmaymiz. Nega? Chunki ular erkaklarning bir holatini fikrlab ko'rsa, ya'ni qisman endi erkak bo'la olmaydi, lekin erkaklarning xususiyatini o'rgansa shu uchun. Erkak ham ayollarning xususiyatini o'rgansa til topish oson. Chunki ba'zi o'rinlarda bilasiz, men talab qilayotgan narsaga ayol toqat yetmaydi. Uni hech qanaqasi toqat yetmaydi. Uni xususiyatida yo'q uni ko'tarish. Xuddi shunga o'xshab, ayol kishi ham erkakdan talab qilayotgan narsalarni erkakning toqati yetmaydigan narsa talab qilinadi. Erkakning xususiyatida bo'lmaydi unaqa narsa. Mana shu xususiyatlarni o'rgansa inson muomala munosabatlar til topish oson bo'ladi. Shuning uchun yigitlarga alohida aytaman, o'qiyotgan kitoblar ichida faqat erkaklar uchun degan kitob albatta bo'lsin. Va bundan tashqari Adham Sharqoviyning hamma kitoblarini olib o'qishga imkoniyati bo'lsa, hammasini olib o'qing. Xudo xolasa bundan keyingi kitob tavsiyalarimizda o'sha kitoblarni ba'zilarini navbati bilan xususiyatlari haqida demak tanishtirib o'tamiz. Kitob qalin muqovali Munir nashriyoti tomonidan chop qilingan. Bu kitob 313 sahifadan iborat. Boshida bitta savlohasini o'qiydi. Men o'zim savloha haqida aytganimda, siz tuproqdan yaralgansiz, u esa sizdan deydi bir savlohada. Ya'ni erkak tuproqdan yaralgan, ayol erkakdan yaralgan, ya'ni qovurg'asidan yaralgan. Demak, shunga qarab muomala qilish haqida gap ketadi. O'qiysiz. O'zi umuman meni kitob tanlash uslublarimdan biri, ilgari ham aytganman, kitobning mundarijasini ochaman va o'zimga yangilik bo'lgan mavzu qidirmayman odatda. Qidirmayman. Men o'zim bilgan mavzularga qanaqa yondashilgani haqida qiziqaman. Tushunyapsizmi? O'zim eshitib yurgan, ilgari eshitganman, qani bu mavzu haqida ular nima debdi? Va shu vaqtgacha Adham Sharqoviyni yozgan hamma kitoblarida, o'zim shu paytgacha o'qigan kitoblarida faqat va faqat yangiliklar, qo'shimcha bir fikrlar, ajoyib turli-tuman bir fikrlar olganman. Demak, mana shu kitoblarni o'qishni, o'rganishni yigitlarga, butun hamma millatdoshlarimizga tavsiya qilaman.